Assalomu alaykum skuter quva obunachilari. Bugungi sanamiz 2026-yil 17-mart sanasiga ko'ra skuterlarimizni obzor qilishda davom etamiz. Birinchi manzilimizga o'tib ketamiz. Manzilimiz Farg'ona shahar Quva tumani. Quva tumanidan kelaverishda Tolmazor yo'liga chiqib ketishdi. Quvani Tolmazor masjidiga Abu Hanifa masjidi yetmasdan chap qo'lda joylashgan. Har xil turdagi motorollerlar 300 kilolik, 250 kilolik, ikkita g'ildirakli har xil turdagi Redline balon deysizmi? Hammasidan bor. Bittadan obzor qilib o'tib ketamiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Birinchi modelimiz Dugali modelimiz bo'ladi. Balonlari 12 ga 90 ga 90 qilib ishlangan. Oldi jiddiy tormozli, orqalarida jiddiy tormozli, akkumulyatorlari 70 volt, 20 amperli bo'ladi. 6 ta akkumulyator joylashgan. Mejigar putlargacha bor. Kaltini ko'ring, ingichkaligini qarang. Mana yurgizasiz, xudo xolasa tezliklari 65-70 tezlikda harakatlanadi. Bitta to'liq zaryadi bilan 40 kilometrdan 60-70 kilometrgacha yuraveradi. Oldi orqa saka diska, balonlari miymatli bo'ladi. Bunimizning narxini ham o'tib ketamiz bir yo'la. Narxini $580 dan qilib qo'ydik. Keyingi modelimiz hammaga mashhur model. Buni olib chiqib ko'rsatmasak bo'lmaydi. Benzinli oldingi Yavalar, hoji tog'alar, yosh kattalar biladi. Oldingi Yavalarga o'xshab ishlab chiqarilgan mejikarlari ham bor ekan. Qulflab qo'yaradi o'zini o'zi avtomatik 1 minutda qulflab qo'yar ekan. Mana. Buni olib chiqdik mana. Modelimiz Demash modeliga tegishli, benzinli qilib ishlangan, oldi orqa jiddiy tormozli motorlar 1200 watt bo'ladi. Akkumulyatorlari 20 amperlidan, buniki bilan bir xil. 20 amperlidan 6 ta joylashgan bo'ladi. Tablolar original, vashcha shikolat tablo. Start stopli bo'ladi keyin bu. Mana. Bitta bossangiz yuraveradi. Bluetooth mikrofonlari bor, oldi orqa jiddiy tormoz, bokovoylari, zadniga yuradi. 3 ta skors bilan jihozlangan. Avariyni hammalari bor. Yurishlari moshniy. Oldida dugalari nikelli bo'ladi. Oldi oyoq patnoshkalari, orqada patnoshkasi. Amortizatorlari ham original moshni. O'zi 1 minutda avtomatik o'chadi. Turishini qarang. O'ta chiroyli qilib ishlangan. Xolasiz qizil rangi yozuvlisi, xolasiz seri. Mana shunaqa maloshni yozuvlisi bor. Bunimizning narxini obunachilarimiz uchun 7 million so'mdan qilib qo'ydik. 7,5 million, 8 million sotilayotgan skuterlarimiz o'zimizda 7 million so'm. Dastavkasiga keladigan bo'lsak, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab mijoz bilan kelishilgan holda chiroyli narxlarda qilib beriladi. Mana keyingi rangimiz ham xuddi shunda, rangi faqat qizilroq. Keyingisi TK modelimiz. Zadnilarga yuradi. Zadnilari bor, danni bilishni, pоворотный signallari, mejigar putlari, avtopilotlarigacha bor ekan. Tablolari kasalgacha aytib turadi. Tablolari yonishi, hamma yo'qlari mavjud. Oldi dugalari, oyoq patnoshkalari, korpusni himoyalaydigan dugalari, orqada 2 kishi bemalol ketilaveradi. Orqada xarajatga baki ham mavjud. Kaska jiletlari обязательно qo'shib beriladi. Motorlari 800 watt, prava talab etilmaydi. Hujjatda 240 watt yozilgan. Texpasportlari bor. O'zi 800 watt bo'ladi, qo'shtirnoq ichida 240 watt qilib ishlangan. Tezliklari detskiy rejimi ham bor, 25 ta 60 ta harakatlanadi o'zi. Akkumulyatorlari 5 ta 20 amperli akkumulyatordan jihozlangan. Bunimizning narxini obunachilarimiz uchun $430 dan qilib qo'ydik. Keyingi modelimiz 2 talik qilib alohida ishlangan. Bemalol 2 kishi sig'averadi. Akkumulyatorlari 5 ta 20 amperlidan bu ham ishlangan. Tablolar original, kasalgacha aytib turadi, 00 probeg. Xuddi shunaqa avtopilotlari, zadnilari, avtomat korobka, danni bilishning hamma yo'qlari bor. Bunimizning narxini ham sizlar uchun $430 qilib qo'ydik. Keyingimiz olib chiqib ko'rsataman. Iloji boricha tez-tezda ma'lumot berib o'tib ketaman. Akkumulyatorlari yurishlari haqida. Skuterlarimiz ko'p, shuni hisobiga olib chiqib obzor qilishga vaqt topib qo'yapti. Mana keyingi modelimiz R3 modeli bo'ladi. Saka diskali, oldi orqa jiddiy tormozli bo'ladi. Amortizatorlari original, akkumulyatorlari 5 ta 20 amperli akkumulyatordan joylashgan. Va LED faralariga e'tibor beringlar. Dugalarning korpusini himoyalaydigan oldi oyoq patnoshkalari, orqalarniki ham mana bemalol bollarda olib kelsa patnoshkalari bor. Oldi patnoshkalari, oldiga xarajatni, orqaga bemalol xarajatlarini solib ketilaveradi. Kaskasi, jileti обязательно qo'shib beriladi.
Bu ham xuddi shunaqa funksiyalarga ega, orqaga yuradi. Shu kruz kontrollari bor, 60 tezlikda harakatlanadi. Xohlasangiz disk rejimga olib qo'ysangiz bo'ladi. Prava talab etilmaydi. Bunimizning narxini obunachilarimiz uchun 2 tomojikli $440 dan chiqarib qo'ydik. Keyingi modelimizni olib chiqishdan oldin bitta ko'rib qo'yinglar. Keyingi modelimiz TM modeli bo'ladi. Mana bahaybat qilib ishlangan. Buni shu tilda maxluq deyshadi. Amortizatorlarni qarang, o'ta mustahkam. Motorlari 800 watt motor. Balon razmerlari 12 ga 90 ga 90. Vashi moshina qilib ishlangan. Oyoq patnoshkalari bor, oldida patnoshkalari, oldi ham keng, orqasi ham keng qilib ishlangan. Salkam 80 sm, orqada xarajat uchun bemalol yukxona. Zaryadchiga, kaskasi, jileti, yomg'irdan himoyaga qo'shib beriladi. Buning ham funksiyalari shuki, orqaga yuradi, danni bilishni, cruise control, disk rejimlari hamma yo'q bor. Oldi orqa jitsi tormoz, turishini qarang, jitslarini. Chiroyli turibdi. Bunimizning narxini obunachilarimiz uchun $470 sotilgan. Hozirda $450 dan qilib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqasizlar, pastda nomerlarni qoldiramiz. Keyingi modelimiz xuddi shu Agnat firmasiga tegishli 12 ga 90 ga 90. Bunda ko'rsatgan TK modelimizni Agnat firmasiga tegishlisi. Bunimizni oldi barabani atrofida ekan. Buniki buni ko'rsangiz o'rtasida ekan. Oldi aynaklari bor, malochni ajoyib ishlangan ekan. Ko'jalari ham malochni, keyin baklari tumalaq ishlangan. Skromni bolalarga chiroyli qilib mahallada haydaydigan ekan. Buni ham xuddi shunaqa rejimlari bor, hamma yo'qlari mavjud. Buni keyin bluetooth'lari bor ekan. Bluetooth'lari. Buni ham oldi orqa tormoz. Bunimizning narxini $440 dan chiqarib qo'ydik. Keyingisi xuddi shunaqa model istagan. Mana xuddi shunday model. Orqa zadnilari hamma yo'qlari bor. Buni ham 25 tezda harakatlanadi. Bir xil mana kopiya ko'rsangiz bo'ladi. Hamma yo'g'i bir xil, faqat balon razmerida motor quvvati farqi bor. Balon razmeri 16 ga 3.0 qilib ishlangan, buniki 4.0 qilib ishlangan. 12 ga 90 ga 90 redline chiziq. Redline diska bo'ladi. Buni oldi jitli, orqasi kalochli bo'ladi. Har arzonroq versiyasi. Bunimizning narxini $400. Sizlar uchun $400 dan sotib qo'ydik. Bemalol xarid qilishlari mumkin. Keyingi modelimiz, mana ko'rsatgan modelimizni oldi LED faralar, dugalar boshqachasi xuddi shuni tumalaq baklisi R3 modelimizni, faqat oldida anaqasi yo'q, mejikari yo'q. Bunimizning narxini $430 dan qilib qo'ydik. Xuddi bu ham orqaga oldiga yuradi. Redline baron, eski oldi tormoz, orqasi kalochli bo'ladi faqat. Oldida labovoy yo'q ekan, o'sha bilan farqi shunda. Bunimizning narxini shu $430 dan qilib qo'ydik. Keyingi ro'zg'orbob model so'raganlarga 16 cho'ntaklarimizni olib kelib qo'yganmiz. Xolasiz 4 ta akkumulyatorli, xolasiz 5 ta akkumulyatorli qilib beriladi. Kilometr yurishlari bir xil, 40 kilometrdan 50 kilometrgacha yuraveradi. Bitta tezlikda farq qiladi. Bitta akkumulyator qo'shilsa tezlikda farq qiladi. Oyoq patnoshkalari bor oldida. Bemalol nevarani bog'cha-moqchaga olib borganda rosa asqotadi. Oldi jitki tormozli bo'ladi. Sakadiska, mejigar putlari, telefon postavkalari, zaryad oladi. Oldi jitki 3 ta skoroskda harakatlanadi. Parkovka rejimi bor, signallari, orqa oldi pavorotni yonadi. Bunimizning narxini 4 ta akkumulyatorlisini 3.500.000 dan, 5 ta akkumulyatorlisini sizlar uchun 3.800.000 dan qilib qo'ydik. Keyingimiz rosa prava so'ramaydigan deb chiqqanlarga 14 cho'ntak modelimizni olib kelib qo'ydik. 14 cho'ntak modelimiz. Ko'rishlar mumkin. Bu ham redline balon bo'ladi. Agnat firmasiga tegishli. Motorlari o'zi 500 watt bo'ladi. 240 watt dokumentda yozilgan. Prava talab etilmaydi. 25 tezlikda harakatlanadi. Xolasiz 45-50 qilib berilaveradi. Buni disk rejimga olib qo'ysa, prava so'ramaydi. Buni telefon postavkalari, zaryad oladi, cruise kontrollari bor, LED faralar, danni bilishni bo'ladi, pavorotni, signal, orqa zadnilarigacha yuradi. Bunimizning narxini obunachilar uchun 3.200.000 dan qilib qo'ydik. Yurish kilometrlari 30 kilometrdan 45 kilometrgacha yuraveradi. 4 ta akkumulyator 20 amperli. 2026-yil akkumulyatorlar, eski akkumulyator qo'yilmaydi bizda. Ko'pchilik har xil gumonga boryapti. Akkumulyatorlarimiz yangi, original Xitoy bo'ladi, Namangan akkumulyator emas. Bunimiz ham xuddi shundan. Keyingi modelimiz 20li redline balonli, balon razmeri 20li. Oldi tormozli, velosipedga o'xshagan, egari ham uzun ekan. Bu modelimizni sizlar uchun $400 dan qilib qo'ydik. Akkumulyatorlari 5 ta 20 amperlidan, yurish kilometrlari 40 kilometrdan
60 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Endi hoji tog'alarimiz uchun masjidga qatnagani, velosiped so'ragan akalarimizga chiroyli narxlarda chiroylilarini olib kelib qo'ydik. Xohlasangiz 26 razmerdagi, xohlasangiz 22 razmerdagi. Bovi firmasiga tegishli 22, 20 razmerdagi, 26 razmerdagi orqalari ochilib yopiladigan skuterlarimizni 3 million 600 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. Keyingisi Casio India brendiga tegishli 24, 22 lik razmerdagi veloskuterlarimiz bor. Akkumulyatorlari original 48 volt 13 amperlik. Yangi bo'ladi. Bitta to'liq zaryadi bilan 35 kilometrdan 40 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Tablolari kasalgacha aytib turadi. Telefon postavkalari bor, hamma yo'qlari ishlaydi. Yangi motorlari 500-450 watt qilib ishlangan. Bunimizning narxini obunachilarimiz uchun 3 million 800 mingdan xarid qilishlari mumkin. Keyin bizlarda yangilik motobloklarimiz kelgan. Bu teplitsaning ichiga 5 ta ot kuchli 4 ta frezasidan joylashgan. Bunimizning narxini 1 million 600 ming so'm. Mayli, 1 million 500 ming so'mdan qilib qo'ydik. Bemalol xarid qilishlari mumkin. Mana ko'rishlari mumkin. Ustakalarimiz o'zi tushunadi. Dehqonkalarimiz Bizim Plus Aptol qo'shib ishlatiladigani. Har xil turdagi velosiped deysizmi? 26, 28, germanskiy, detskiy, hammasidan cho'g'diramiz. Aytib ketaylik bir yo'li. Bunimizning narxi eng kichkinamiz 12 ballonlisi 3 yoshdan 4 yoshgacha minaveradi. Bunimizning narxini 690 ming so'm qilib qo'ydik. Bu ham shunaqa. Bunimiz 750 ming so'm. Bu ham 16 750 ming so'm. Bularimizni 20 liklarni 850 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Oldi amortizatorsiz, yumshoq chexskiy apparatlardan joylashgan 26 razmerdagi buqa so'raganlarga original Xitoy. Bunimizning narxini 1 million so'mdan qilib qo'yganmiz. O'zimizdan xarid qilishlari mumkin. Har xillaridan bor. Oldi dinamlisi, oldi amortizatorli deysizmi? Hammalaridan bor. O'zimizdan keyin katta 3 g'ildiraklar, triskillar so'ragan akalarimizga ham triskillarimiz mavjud. Xudo xolasa cheklangan miqdorda bor. Topib berilaveradi. Qancha xohlasangiz donaga, xohlasangiz optimga. Kalpakli bo'ladi. Old tormozlari, xalastoylari, anaqa palishni tizimi, kobalt putlari bilan telefon postavkalari bluetoothlargacha joylashgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Oldida 5 ta led faralari bilan jihozlangan. Oldi bemalol ham yukxona, ham sidina bo'lish xususiyatiga ega. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Nevaralarni bemalol bog'chaga olib borib, tashlab olib kelgani zo'r. Ko'rsha tormozlari xavfsizlik uchun bor. Oldi aynaklari, labovoylari 5 ta 32 lik akkumulyatordan joylashgan. Bitta to'liq zaryad bilan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. $720 sotilyapti. Bizda $680 dan xarid qilishlari mumkin. Ayollar ham bemalol minaveradi. Ayollar ham, hoji tog'alar ham hamma minaveradi. Keyingi modelimiz. Buni ketma-ket, kichkina katta qilib ketyapmiz. Keyingi modelimiz 300 kilolik modelimiz xuddi shunaqa. Bitta ko'tarish 300-350 kilogacha yuk ko'taraveradi. Ichida narsa bor ekan. Bu ham yukxona ham yukxona, ham anaqa bo'ladigan xususiyatiga o'tiradigan. Eshiklari ochiladi ikki tomondan. Endi bolalarga xavfsiz qilib ishlanganda bu bemalol bola chaqa tushib ketmaydi. Narigincha pastroq ishlangan ekan. Ranglari ham ajoyib, o'ziga tortadigan rangdan. Chiroyli qilib ishlanibdi. Akkumulyatorlarni ko'rib qo'yamiz. Akkumulyatorlar 5 ta 33 amperli akkumulyatordan. Yilini ko'rib qo'ysangiz 26-02-oy. Buni ham palishni tizimlari, ruchloylari, oyoq tormozlari, keyin oldi jitkichli qilib ishlangan ekan. Tem bo'li saka disk ekan. Ko'rib qo'yinglar kelar, saka diskga qilib ishlangan. Oldida ham 5 ta led faralari mavjud. Hamma kolonkalari, hammalari bor. Bunimizning narxini $780 dan skuter Quvadan bemalol xarid qilishlari mumkin. Keyin zaryadchi so'raganlarga, akkumulyator zaryadchilar so'raganlarga hammalaridan bor, bemalol o'zimizdan kelib olishang. Bu ochilmagan ekan. Mana ko'ringlar, veloskuterlarga jihozlangan, bemalol ko'tarilaveradi. Veloskuterlar so'raganlarga akkumulyatorlarimiz litium akkumulyator bo'ladi. Idishi bilan 1 million 450 ming so'm. Idishsiz ichini bering, o'zim sog'lama idishiga deganlarga 1 million 350 ming so'mdan qilib qo'ydik. O'zimizga pastki nomerlarga aytsa to'liqroq ma'lumot berishadi, bog'lanishadi. Keyin katta muraviy so'raganlarga 500 kilolik, 700 kilolik muraviy so'raganlarga 52 amperli 5 ta akkumulyatorli juda to'liq zaryad bilan 40-60 kilometr masofani bosib o'tadi. Bunimizning narxini obunachilarimiz uchun $950 dan qilib qo'ydik. Buni ham turishiga e'tibor beringlar. Ajoyib qoratimda layndek akkumulyatorlari 5 ta joylashgan ekan. Kaltlari, mejigar putlari bor.
hamma yo'qlari mavjud. Telefon postavkalari, signallari, avariyaning bluetooth-lari, 3 ta skor, palijni tizimi deysizmi? Hamma yo'q. Bunga ham kaska jilet, hamma yo'q qo'shib beriladi. Balon razmerlari turni qilib ishlangan ekan. Keyingi modelimiz rangi ajoyib ekan buni. Bu 1 tonnali motorolimiz. 58 amperli 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Zadniylarni qarang, vaqti moshina qilib ishlangan. Tepadan ham ko'rinishlari. Qo'shni tormozlari bor. Oyoq tormozda ham bor. Telefon postavkalari bor. Oldi aynalari bor. Hamma yo'q bor. Bu ham to'liq zaryad bilan 40 kilometrdan 65 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'tadi. Avalon brendiga tegishli. Bunimizning narxini obunachilarimiz uchun $1000 qilib qo'ydik. Keyingisi mana o'zimizga robot texnikalar ham kelgan. O'tiradigan apparat original. Sizlar uchun, obunachilarimiz uchun buni narxini pulchatirlar ekan. Buni narxini 580 ming so'mdan qilib qo'ydik. Keyin ichkariga kiradigan bo'lsak, to'xtamiz mana. Bog'da chapali modelimiz. Ko'p chapali sezon keldi. Qo'shtog'larimiz oftodan saqlash uchun, orqasi ham yuk xona bo'lish uchun qo'shtog'larimiz Agnat firmasiga tegishli. Mana ham yuk xona, oldinda chexollari ham bor, zaryadchilari, hamma yo'qlari. Atrofni salafan ham yopsa bo'ladi. Tepalari ham yuk xona bo'lish xususiyatiga ega. Shu yiqilishni imkoniyati kam, sakadiskali qilib ishlangan, orqalari keng qilib ishlangan, yiqilmaydi ancha-munchaga. Mana ko'rishlaring mumkin uzoqda. Ranglari seri qorasi bor. Old ruchnoylari, oyoq tormozlari, qo'l tormozlari. Qo'l tormozi yo'q kelyapti bitta tomoni, ikkala tomoni ham qo'l tormoz. Keyin tablolari ham ajoyib yonar ekan. 5 ta 32 li akkumulyatordan joylashgan, bitta to'liq zaryad bilan 45 kilometrdan 65 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Mana tablolari yonishlarini qarang, ham tezligini, ham voltini, kilometrini hamma yo'qni ko'rsatib turar ekan. Danni bilijni, hamma yo'q signallargacha zadniylarga yuradi. Tepalari ham o'ta go'zal qilib ishlangan, ajoyib. Orqada aynalari bor, ochiq kelardi oldingilar. Xuddi shuni usti ochig'ini so'raganlarga Agnat firmasiga tegishli akkumulyatorlari 5 ta 20 amperlikdan joylashgan. Bitta to'liq zaryadini 35 kilometrdan 55-65 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Ikki tomon, bu ham orqasi yuk xona bo'ladi. Xarajat baraja orqada setkasi bor. Bemalol makka bir kishi, orqa ikki kishi bolalarni yuklab kelsa bo'ladi. O'ta yumshoq qilib ishlangan, hojxona, hojotalarni yuklab, aqa-baqa mahallada aylantirgani, masjidga chiqqan hojdog'larga juda bob model. Agar o'zi hojdog'im o'zi minaman deydigan bo'lsa, hojonamga, hojatog'imga xuddi shunday olinyapti. Ayollar ham minaveradi. Bunimizning narxini aytib o'tib ketamiz. Bunimizning narxi $630 dan qilib qo'ydik. Bunimizning narxini $530 dan xarid qilishlari mumkin. Akkumulyator jihatlari bir xil, kilometr yurishlari bir xil. Maytafonlari, buni ham maytafoni, buni ham maytafonlari bor. Bu ham Agnat firmasi, bu ham Agnat firmasi. Xolasiz seriyasi, xolasiz qorasi bor. Keyingisi veloskuter so'raganlarga hamma pedal tepe, gaz ruchka bo'lmasin. Pedal tepsam gaz qo'shsin deganlarga qizil Fransiya velosipedini olib kelib qo'ydik. Oldi tortadi. Akkumulyatorlari 36 volt qilib ishlangan. To'liq zaryad bilan 35-40 kilometr masofani bosib o'tadi. Pedal tepsiz gaz qo'shadi. 7 ta skorsi bor. Bemalol ham pedal tepganingizda zaryad tugab qolsa, bemalol любой joyda minib kelinaveradi. Hali ko'pchilik aytadiki, oldida motor bo'lsa, og'ir bo'ladi deb o'ylaydi. Unaqa emas, bemalol yengil 7 ta skorda harakatlanishi mumkin. Rangi qizil, Chinaniki toza. Buni narxini $355 dan qilib qo'ydik. Ichkariga kiradigan bo'lsak, bizga motobloklarimiz kelgan. Mana korobkada bemalol bolalar terishadi. Bizga motobloklarimiz kelgan, yig'ilish jarayonida ekan. Mana xolasiz korobka 170 talik korobka bo'ladi. Xolasiz yig'ib chiroyli qilib beriladi. Motorlari o'ta baquvvat. Dizelli moy ichishlari, motorga alohida moy, reduktorga alohida moy ichadi. Reduktorlari o'qib baquvvat qilib ishlangan. Mana zapchaslari, balonlari, frezalari 3 tadan terilgani tugab qolibdi, sotilib ketib qolibdi. 3 talik xolasiz 3 talik, xolasiz 4 talik ikki tomonda mana. Buni ko'rsatayman, ligropishni bo'ladi. Buni olib qo'ysangiz, bittani olib qo'ysangiz 3 talik bo'ladi. Xolasiz 4 talikdan 8 ta qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Mana bu yerda ma'lumotlari keltirilgan. Mana 7 ta kuchi 2026 ikkinchi oyda ishlab chiqarilgan. Оборот 3600 ta 5 kilovatlik. Baquvvat qilib ishlangan. Bunimizning narxini obunachilar uchun xoh korobka, xoh yig'ilgan bo'lsin, 2 900 ming so'mdan qilib qo'ydik.
Mana bu yerda velosipedlarimiz bor. Velosipedlarimiz bor. Velosipedlar har xil turda 22 deysizmi, 24 deysizmi, India Casio brendiga tegishli akkumulyatorlari yangi qo'yib beriladi. Bunlarimizni narxini 3 million 800 ming so'mdan tanlab olishga O'zbekiston bo'ylab dastavka mavjud. Faqat mijoz bilan kelishilgan holda. 3 xil rel istagan modelimiz so'rayotganlarga minilgan faqat рабочий modelimiz. Yurish kilometrlari 40 kilometr, 50 kilometrgacha yuraveradi. Ham yukxona hech qanday aybi yo'q. To'g'risi buni bitta tog'a olgan, o'zimizdan olgan. Keyin o'rniga kapal olib ketaman. Buni o'rniga barter qilaylik dedi. Olib qoldik buni. Bunimizni berib yuboramiz. 5,5 million so'mga baraka qilib mijoz bilan kelishilgan holda. Obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Bizda bundan ko'p yangiliklar, xudo xolasa, hammani kirib kelayotgan hayit ayyom munosabati bilan skidkalar qo'ydi. Kirib kelayotgan hayit ayyom muborak bo'lsin. Obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin.